Har bir tong yangi orzular, yangi imkoniyatlar. Bugun O'zbekistonda Prezident ijod, sport va ixtisoslashtirilgan maktablarda bilim olayotgan 10 minglab yoshlar kelajakka tayyorlanmoqda. Bu yerda har bir bola o'z yo'lini topadi. Kimdir olim bo'ladi, kimdir sportchi, kimdir esa ijodkor. Eng muhimi, ular o'z orzusiga ishonishadi. Zamonaviy ta'lim metodlari, ilg'or texnologiyalar, kuchli pedagoglar, bularning barchasi farzandingiz uchun. Bu maktab menga qanot berdi. Endi men orzularimga albatta erishaman. Bu yerda har bir so'zim, har bir fikrim qadrlanadi. Endi men har qanday sahnada erkin va ishonchli ijod qila olaman. Har bir mashq yangi marraga qadam. Bu maktab menga g'alaba ishtiyoqini, kuch va intizomni o'rgatdi. Bu maktablarda ilm umr tarziga aylangan, meni qiziqishligim kasbiy basanvatirgan yo'l. Farzandim shu maktabga o'qib, o'ziga ishonch va qat'iyat topdi. Bilimi va mehnati tufayli bizga avtomobil sovg'a qildi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Prezident ijod, sport va ixtisoslashtirilgan maktablariga 2025-2026 o'quv yili uchun hujjatlar onlayn shaklda qabul qilinadi. Hujjatlaringizni ariza.pima.uz hamda may.gov.uz saytlari orqali topshirishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun 1206 qisqa raqamiga yoki maxsus ishlab chiqilgan quyidagi Telegram botga murojaat qilishingiz, shuningdek, agentlikning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.